Bugungi kvartiramiz bo'lyapti Smart City. Nima deyapti lokatsiyamiz? Akajonlar, opajonlar, biznesmenlar, shoshilinglar, bunaqa lokatsiyadan kamdan kam uchraydi. Zo'r kvartiramizni obzoriga kelganmiz. Hozir sizlarga obzorini qilib ko'rsatamiz. Qani, ketdik. 3 xonali uyimiz skvoznoy planirovkada. Smart City 7-qavatda joylashgan. Shunday prixoshka zonamiz bo'lyapti. Garderob zona qo'yilgan. Bu yerda kiyim ilish, obuv qo'yadigan joylarimiz. Xonalarimiz 3 xona, bez gluxoy. Birinchi mana oshxonamizdan boshlaymiz. Oshxonamizda ham hamma qulayliklarimiz bor. Gaz plita, muzlatgich, stиральный mashina, kir mashinalari hammasi bor. Suvlarimiz 24 soat ishlaydi. Bu yerda suvdan muammo yo'q. Bu tomonda esa kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasidan ham e'tiborga bergansiz, ikkita deraza tushgan. Televizorlari, o'zini garderoblari, hamma narsasi bor. Marhamat. Bu yerda sanuzulimiz bo'lyapti. Sanuzulimiz ham alohida. Sanuzuldan chiqqanimizdan keyin bu yerda mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham ajoyib. Yumshoq mebellari bor. Bu yerda o'zining balkon qismi ham bor. Bu yerda Smart City. Zakrytый kompleks begonalar kiritilmaydi. Bu yerda kompleksni bilayotganlar biladi Smart Cityni. Bu tomonda esa yana bitta yotoqxonamiz. Mana yotoqxonamizda ham bu yerda garderoblari bor, o'zini yumshoq mebel, televizor, hamma qulayliklari qilingan. Uyimiz yana bir bor aytib o'taman, Smart Cityda joylashgan. 7-qavat 3 xonali uyimiz 92 kvadrat metr, 94.500 so'rabdilar. Yana savdosi bor. Qiziqqanlar Sam uylar obunachilari uchun arzon kelishtirib olib beramiz. Kim qiziqqan bo'lsa pastdagi nomerlarga telefon qilamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.